Dunyodagi eng boy 10 odam. Buffett aram 9-o'rinda. Birinchining mol mulki 800 milliard dollarga yetdi. Angliya ayol podshohidan 30 mingasi boy. Undaqda shuncha ko'p yuqori darajalik boylar ichida zodi kim yer sharidagi eng huquqli pul shoyi. Bugun dunyodagi eng boy 10 darajadan tashqari boyni ko'rib boqaylik. 8-o'rin Huang Renshun. O dunyodagi eng boy odamlarning biri. 2024-yili shaxsiy sop mulki butkul Intel shirkatidan mishib ketgan. Bugungi kunda yer shari bo'yicha bozor qiymati eng yuqori fan texnik magnatiga rahbarlik qiladi. Sop mulki 154 milliard dollarga yetadi. O'z yolg'iz sun'iy aql idrok davrininki hisoblash kuchi jon tomirni tirab turdi. Bu dal 1963-yili Tayvanda tug'ilgan Huang Renshun. 1993-yili 30 yoshli Huang Renshun ikki yaqin do'sti bilan Silikon jilg'isidagi Danni tamoqxonasida tamoq ustunini cho'rdab o'ltirib, Nvidia'ningki barliq kelishini bekitgan. Bu yer u 15 yoshida qoch-quch yuvib, qahva to'shib ishlagan joy edi. Hech kim bu oddiy boshlanishning keyin yer shari fan texnik endisini ta'virlaydiganligini o'ylab boqmagan. Eglik tiklashning dastlabki mezgili qiyinchiliklar bilan to'lgan edi. 1997-yil atrofida shirkat o'tirg'i chiqargan dastlabki o'zaklar uda mag'lub bo'lib, naqd pul eqimi butunlay uzilgan. Hisobotdagi pul faqat bir oylik maosh taqitish qilib yetgan. Biz vayron bo'lishga faqat 30 kunlik qoldi. Bu so'z mubolag'a qilingan ogohlantirish emas, balki bevosita Nvidia'ningki shirkat magnitiga yozilgan so'z. Keyin Nvidia'ningki bozor qiymati necha trillion dollarga o'rlab, yer shari bo'yicha bozor qiymati eng yuqori shirkatga aylangan taqdirdami, Huang Renshun har kuni o'yg'onganda birinchi qilgan ishi yanada shirkatning mag'lub bo'lishidan ansirash edi. Uning ustiga ayni chog'da Nvidia butun soha tarafidan chetga qilgan CPU magnatlar bilan hamkorlashishga urinib rad qilingan. O'tkilishchan uzak bozorningki shamol eg'zini qo'ldan birib qo'ygan. Yana uzun muddat Intel, AMD qatorliq magnatlar tarafidan besilgan. Bularning hammasi shirkatni og'dirib talaydigan hayot mamotlik darajasidagi tadbiri xatolik edi. Yo'l qanmagan ahvolda Huang Renshun bir talvila qaror chiqadi. Xaridor yo'q, ko'lami 0 bo'lgan 1 milliard dollarlik bozorga do'tikdi. Ya'ni AI darajadan tashqari kompyuter. Bu qarmoqqa bema'ni ko'rinadigan tanlash oxiri uning boylik rivoyatini yaratdi. Bugungi kunda Nvidia'ningki AI mashq o'ziki bozordagi ulushi uzun muddat 70% dan yuqori holatni saqlamoqda. OpenAI, Google, Meta qatorliq magnatlar AI cho'ng modeli mashq qilganda Nvidia'ningki GPUsidan asosan aylanib o'tmaydi. Ba'zilar mundaq tasvirlagan. AI to'qqa aylanayotdi. Nvidia bo'lsa butkul vaziyatni kontrol qilgan tok stansiyasi. Nvidia'ning bozor qiymati 1 trillion dollardan 3 trillion dollarga o'rlash uchun 1 yilmi vaqt ketmagan. Huang Renshun shirkatningki 3% dan 4% gacha paytni tutgan bo'lib, bu shirkat qiymatining har 1 trillion dollar o'rlishiga ergishib, uning shaxsiy boyligining 30 milliarddan 40 milliard dollargacha oshirganligidan darak berdi. Bundaq pul tepish surti nurg'un davlatlarningki GDP'sining ish surtidan mutiz hisoblandi. 2024-yili Huang Renshunning shaxsiy hisob mulki 109 milliard 200 million dollarga yetib, bevosita Intel'ninki 96 milliard dollarlik bozor qiymatini ishib ketgan. 2025-yili Nvidia'ning bozor qiymati 4 trillion dollardan 5 trillion dollarga bosib o'tish uchun faqat 113 kunlik ketgan. Huang Renshunning shaxsiy boyligi bir mahal 180 milliard dollardan oshgan. Garchi u ko'p qatim pay chekini azaytib, naqd pulga aylantirib, jami 1 milliard dollardan ortiq naqd pulga erishgan bo'lsa-mu, uning milliard boylik ichida bu faqat bir tal muye hisoblandi xolos. 7-o'rin u bo'lsa Bernard Arnault. Qo'lida 171 milliard dollarlik boylikni tutib turdi. Yevropadagi boylar tizimligining oldingi o'ringa kirgan birdan-bir g'ayri Amerika korxonasi. Shundaqla yerim zibzinat sohasini monopol qilgan kapital o'tsa. Hech kim bu 70 ni oshgan oliy darajalik zibzinat markasini kontrol qiladigan savdo magnatining dastlabki bir injener ekanligini, hatto munavvar pianino chog'ich ekanligini o'ylab boqmagan. O'tgan asrning 70-yilda Arnault Fransiyaning eng oldin qatordagi politexnik maktabini bitkazgandan keyin jamoatning qurilish shirkati kirgan. 10 yilga yetmagan vaqt ichida butkul vaziyatni muhim kontrol qilgan. U chaqda u uyumlik kasbininki davriylik davolg'ishninki kuchli ekanligini, haqiqiy uzun muddat foyda olib, xavf-xatarga taqobil tura oladiganining kuchli baho bekitish iqtidori bor mark ekanligini sezgurlik bilan his qilgan. 1984-yili u bir cho'ng qimorni boshladi. Ayni chaqda vayron bo'lish girdobga berib qolgan bir to'qimchilik guruhi bank tarafidan setib o'tilgan. Buning ichidagi eng qimmatli mulk qarmoqqa modadan qolganda ko'rinadigan Christian Dior markasi edi. Arnault barliq besatini do'g'itib, taxminan 15 million
million dollar o'z mablag'i va qarz olish shakli bilan sotilishni tamomladi. Qo'lga olgandan keyin darhol keskinlik bilan taxminan 9 ming odamni qisqartdi. Foyda elib bermaydigan barliq kasblarni chiqarib o'tib, faqat Diordan iborat bu yadroliq mulkni ching tutdi. Bu xil asosan sovuq mashg'ulot uni birli jangda tong chiqarib, Capital Outsi degan nomga qarashtirdi. Bu g'alaba faqat boshlanish edi. Bir necha yildan keyin u texmi cho'ng nishonni ko'zladi, ya'ni LVMH. Bu shirkat Louis Vuitton bilan Mut Hanseningki bir kishidan shakllangan bo'lib, ayni chog'da ichki huquq ko'rishi patqiqib ketib qolgan edi. Arno to'g'ri kapital mashg'ulotiga tayinib, uzluksiz yoshirinchi pay ko'paytdi. 1989-yili muvaffaqiyatli kontrol qilish huquqini qo'lga keltirib, bosh mudirlik vazifasini ustiga oldi. Bu yili uning boyligi shiddat bilan ko'paydigan haqiqiy boshlanish nuqtasi bo'ldi. Ayni chog'da LVMHning yillik kirimi taxminan 4 milliard dollar edi. Arnoning qo'lida bu shirkat butunlay qayta tashkillandi. U intayin tajovuzchilik xarakterdagi kengaytirish strategiyasini qo'llandi. Dunyodagi oliy darajalik zibzinat markalarini bir-birlab o'z ilkiga oldi. Fendi, Givenchy'dan tortib, kasbni zilzilaga solgan 16 milliard 200 million dollar so'mlik Tiffany sotilishgacha. Bugungi kunda LVMHning qarmoqidagi markalar 70 dan eshib, kiyim-kechak, unchi marvoyat, aroq, Qırım buyumlari hatto hashamatlik mehmon saroylarigacha qopildi. Texmi qaltisi yer shuki, u faqat marka setilibla qolmay, zibzinat buyumlarining setish logikasini qayta barpo qildi. U zibzinat buyumlarining mohiyatining hargizmi tovar emasligini, balki oz uchrash va istak ekanligini cho'nqur bilatdi. Shunga u ishlab chiqarish miqdorini qattiq kontrol qilib, hargizmi baho tushirmay, hatto mal omborini kuydirishdan yanmay, bahoni saqlab, necha yuz dollarlik tannarx bilan tikilgan somkini necha ming, hatto necha 10 ming dollarga sotdi. Uning boshqarishida LVMH'ninki kirimi 20 asrning 90-yildagi taxminan 4 milliard dollardan 2024-yildagi 84 milliard 680 ming yevroga o'sdi. Bozor qiymati bir mahal 400 milliard dollardan oshdi. Arno bo'lsa shirkatning 48% payini tutgan bo'lib, butkul dunyodagi boylarningki iste'mol qizg'inligi uning boyligining ko'payishininki yiqilg'usi hisoblanadi. Bu yiqilg'u uning oz deganda 9 joydagi uy mulki borligi, Parijdagi hashamatlik turalg'isi, Fransiya Riverasidagi qal'asidan tortib, Amerikaning Beverly Hills'dagi uy mulklarigacha yana bir uzunligi 100 metrdan oshadigan qiymati taxminan 200 million dollarlik darajadan tashqari sayli kemasi, simfoniyasi va aeroplanigacha bo'ldi. Ilhammo dunyoning har qaysi joylaridagi pullarlar uning mahsulotini talishib, atvolab setib olyapti. Bundaqda siz Juan Renchun va Bernard Arnault'ninki hayoti va ish izlari ustida nimalarni his qildingiz? O'ylaganlaringizni inkaslarni qoldirib qo'ying, keyingi sonda davomli so'zlaymiz. Agar siz mush film ishlashni ravrus o'rganib, har qaysi pingtay va qisqa film suplarini yaxshi o'rgizishni o'ylasangiz, suzuk, sifatli, mazmunli filmlarni qanday ishlash, qanday tortish, qanday yurgizishni sistemli o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning e'lon tashviqot maqsadlaringizni yetish uchun turli filmlarni ishlashga ehtiyojingiz bo'lsa, buni sistemli o'rganay desangiz, bizning 5-oylik darsimizga qatnashsangiz bo'ladi. Faqat onlayn alimiz ravrus o'rganganlar kelinglar. Bundan boshqa xizmat ehtiyojingiz bo'lsa, ravrus o'rganib bo'lgandan keyin sizga bir kichik xizmatlarni tanishtirib qo'ya olamiz. Dars, amniyat va nazariya bo'yicha elib berildi. O'zingiz qo'l solib, apparatlarni ishlatib, chiroq yoqib, film tortib, ishlab, kirishtirib, hatto mazmun tayyorlab, bir qism AI'larni ishlatgan asosda qilishni o'rganasiz. Hamsa onlayn alimiz sistemni o'rgangiz bola, menga qattiq bo'lgan imkonlaringizni bevosita yo'llab qo'yish orqali men bilan aloqa qilishing.